Ayol kishi uyda bekor o'tirmasin, miyasi ayniydi. Eriga bidi boshlanadi. Bidi boshlanadi. Ayol kishi ishlashi kerak. Biz 3 oy oldin tayyorlaganman 2 qatlikka. Pompaloq, do'mboq, sonlari, qorin qismi to'la yog' qoplangan. Men lecheniyani boshida aytganman. 9 soatlik uyqu, 10,000 qadam yurish, shirinlik, sladkiy mahsulotlarni og'zingga olmaysan deganman. Bu ozmasdan 3 oy ichida men 15 kiloga ozibman. Men tug'maydigan ayol, tug'ish ishlaridan polni bo'shagan ayolman. Hozirgi kunda mana yeydigan nonim qop-qora non. Nima uchun? Sog'liq uchun. Bu hali bola qilmadi. Erta uxlab, vaqtli turishi kerak. Soat 6 dan keyin mana kortizol gormonlari ishlab chiqariladi. 9, 10, 11 gacha uxlaydi devasiz. U to'planib boradida, udarni buni kayfiyatiga ta'sir qiladi, kayfiyati buziladi, stressga chalinadi. Tort, shirinlik, konfet, shokolad degan kepak nonga o'tadi. Bugundan boshlab ko'chaga sharoit qilib berasizlar, faqat yuguradi, yuradi. Dugona bilan, er bilan padrushka qilib, bitta qo'lda semichkada emas. Mana 2 qat bo'ladi. Hayzim kelmayapti, hali beri hayz kelmaydi. Nimaga? Insulin baland, insulin rezistentность bo'ladi, sahrga moyillik baland, indeks xomasi baland. Bu degani to'qimalar kislorodga to'yinmagan. Yegan, yotgan, organizmda chala-parchalanish. Endi harakat qiladi, to'qimalar kislorodga ehtiyoji oshadi, kislorod bilan to'yinadi, 2 qat bo'ladi. Dori darmonsiz.